Mana tuzukam, nima aytashaysan deb. Urmasam, so'kmasam, yomon gapirmasam, go'riga ketasanmi? Siz mana o'g'llaringizni boshqacha, mana zombircha qizingizni boshqacha ko'rasiz. Ajratasiz. Et bilan tirnoqni ajratib bo'lmaymiz. Elni ko'ndirib eshak qang'irabmi? Men hammasini birda yaxshi ko'raman. Qasamxo'rlik qilyapsiz, ketaman. Ketsa ketaver. Faqat mana Tulla qizimni tashlab ketasan. Chiq qizim. Eringa so'zingni o'tkazda. E'tibolash qiladi. Sallishni gapirsa yolg'ondan yig'la. Keringni ichachib hamma aytganlaringni qiladi. Bujon, ayamni gizlamang. O'zi bir kunga mehmonga kelsangiz, 40 kun uyimizda janjal bo'ladi. Urusni xamirtirsangiz yo. Voy tavba. Hammasini aytdingmi qizim? O'zimdan ozgina ko'rsataman. Malades, ana shu uchun seni yaxshi ko'raman-da. Shu sovuqda mashinani mushtabolarga cho'diryapsizmi? Hech balo qilmaydi, pishadi. Zilola qani? Sherda mashina ichida pechkasini qo'shib berganman, o'tiribdi. Nima o'qirashmayapti, shoxi bormi? Jinnimi, sen sovuq-ku, shamollab qoladi. Yo tavba, o'g'il desa boshqashiydi, qizim desa tomdan tashiydi. Mana, bu yoqqa ket, teringni ishini olaman. Ye, tayoq tashib qo'lini urib sindiraman hozir. Nima shu qizingiz tarafini olaverasiz? O'g'illarim har doim yonimda. Qizim ertaga bir joyga tushib ketadi. Otasini mehriga to'ysa, ertaga mehriga muhtoj bo'lmaydi deyman-da. Buni ustiga qiz bola otani jannatga yetaklaydi deyshadi. Rostdan ham. O'g'il farzandchi. Endi bilmadim, menimcha shu kreditga yetaklasa kerak-da. Video sizlarga yoqdimi? Bunda bu videoga like va podpiska bosib qo'ying. Tez kunda esa davom chiqadi. Ciao. Qo'zichi abtalliqqa meni qarindoshlarim ham keladi. O'tgan safargidek hamma narsa o'zing qarindoshlaring olib, meni qarindoshlarim bunday qilib ketmas yana. Iftorga siz ham qarindoshlaringiz kelaman. Tuz jonimga tegib ketdi. Jonimga tegdi. Hali kelmasdan-a? Men qarindoshlarimga svejiy pomidor olaylik, so'z qilib beraman. Bizda qarindoshlarga-chi? Siznikiga uyda tomat bor, shunga suv qo'shib beraman. Men qarindoshlarimga 6 kilo mol go'sht, 6 kilo qo'y go'sht lahim joyidan. Bizda qarindoshlarga-chi? Sizni qarindoshlaringizga yarim kilo tovuq qanot olamiz, shuni o'zi bo'ladi. Seni qarindoshlaring odam, meni qarindoshlarim odam emas ekanda. Endi men bozor qilaman, sen tomosha qilasan. Nima shirilyapsanmi? Aka buni urug'ani arzon taqilliq taxta vaflidan bering. Siznikiga-chi? Bizda qarindoshlarga krafersni vaflinni plomberdan berasiz. Nimaga aynan krafers? Birinchidan tamizor, vaflinni plomber Ramazon dasturxonini zo'r bezaydi. Ikkinchidan hozir bularda 10-marta 10-aprelgacha dahshat aksiya bo'lib o'tyapti. Agar aksiyada g'olib bo'lsang, muzlatgich, gaz plita, mini pech, televizor shunga o'xshagan 100 dan ortiq qimmatbaho sovg'alarga ega chiqishing mumkin. Voy, yetish uchun nima qilish kerak ekan? Birinchidan erda aytgan qilish kerak ekan. Ikkinchidan krafersdan xarid qilasan. Saharlik yoki iftorlik dasturxonida vaflinni plomber bilan suratga tushib, uni Instagram sahifangizning storiesiga yoki postiga krafersni atmitka qilgan holda joylaysan. Krafers profiliga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Keyin nima men yutonmam deb boshimda o'rtib yurma. G'olib qanday aniqlanar ekan? G'olib jonli efirda generatorda tasodifiy raqam orqali aniqlanadi. Voy, dahshat ekan. Mayli, siz urug'ingizga krafersdan bosib ol. Faqat shikoyatsiz urug'i ichidan chiqqan sovg'alari biz urug'qa. Mana o'zimni moyimga o'zimni qovurdi-ku. Chichi. Qoyil, mendan oldin Ivanning qoshiqcha meni mag'lub etding. O'g'lim, oshom bilan dars qildik. Katta bo'lsa, to'shni ma'lum qilamiz. Ya bekor aytsa, hozir doktorlarda pul ko'p. Doktor qilamiz. Ko'pcham katta bo'lsangiz, kim bo'lmoqchisiz? Katta bo'lsam shu dada bo'lmoqchiman-da. Aksiya qilmang, kim bo'lmoqchisiz? Ma'lum bo'ladi dedimmi? Tamom. Men onaman. Men aytganim bo'ladi. Egaringni jepsan, doktor bo'ladi. Men otasiman. Men aytganim bo'ladi. Men seni pishakchang, sen meni chichqanchamsan. Sen nima desang shu bo'laman. Ma'lum bo'lsa, oylik xo'r bo'ladi. Abitgacha ishlaydi. Abitdan keyin kelib mollarga qaraydi. To'g'riga doktor bo'lsa bitta igna chanchib, 50-60 ming pulni qo'g'ib oladi. Odamlar hozir go'shtdan ko'ra ukol bo'lyapti. Qahri ham qattiqda. Yo, boksyor bo'larmikan-a? Kecha nima yig'lab video tashlading-a? Sog'inib ketdim-da. Hozir ham ko'zimga yosh to'lib turibdi. Pishakchan? Chichi mamacham. Bitta yo'lab bering. Ma'lum bo'ladi dedi. Hozir boltalab tashlayman, doktor bo'ladi. Miau. Bizlar pishagimiz yo'q edi-ku. O'ldi. Inimiz engalarni o'g'ri pishagi. Sorimayni jegani kelgan. Voydot! Uy, mo'lim pishakchasiz. Yana bitta miyovlam? Bo'ldi. Hozir shunday miyovlayman, qo'shiq qo'yaraman. Miau. Javoning kimdir bo'lasi. Ma'lum bo'layotganmi, doktor bo'layotganmi? Kim bo'lishini bilmadim-ki, lekin yemazdir mo'lim pishak bo'layotgan.